ma'rifat chiroqlari. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar, qadrli opa-singillar, aziz onaxonlar. Omonmisiz? Bizni tinglashga ajratgan vaqtingizni Allohim manfaatli va xayrli qilsin deya navbatdagi eshittirishimizni e'tiboringizga havola qilishni boshlaymiz. Ajdodlarimiz vaqtni uchqur shamolga, tez oqar soy suviga qiyos eta boshlaganlariga ham necha zamonlar o'tib ketdi. Bugungi kunga kelib esa nazarimizda vaqt avvalgidanda yana bir necha barobar tezroq o'tib borayotgandek tuyulayotgani hech kimga sir emas. Nafaqat kunlar, balki haftalar va oylar, yillar tutqich bermay shitob bilan o'tib bormoqda. Umr g'animat, salomatlik ham omonat bir ne'mat ekanini esa atrofimizga boqib, ko'rib, anglab turibmiz. Zohiran oxiri cheksizdek, ammo imkonimizdagi juda kichik sarmoyamiz bo'lgan umrimizni esa eng foydali, manfaatli va zarur bo'lgan mashg'ulotlarga sarf eta olsak, inshaalloh ikki dunyomizda obod bo'lajakmiz. Insonning ma'rifat talabida bo'lishi, ya'ni qalbida haqqa intilish istagi borligi ham buyuk bir ne'matdir. Ne'mat ekanidan ortiqroq bir ne'matdir. Haqning insoniyatga yuborgan ilmi esa bu yo'ldagi muqaddas bir yo'l, dasturil amal hisoblanadi. Va bu ilmni biz Qur'oni Karimdan o'rganamiz. O'z elchilari, payg'ambarlar vositasida insoniyatga haq yo'lni ko'rsatib qo'ygan, har bir davrni o'ziga xos olim va ulamolar, peshvo rahnamolar bilan ne'matlantirib turgan Robbimizga behisob hamd va sanolar bo'lsin. Odam alayhissalom va u zotdan keyingi barcha payg'ambarlarga yuborilgan islom dinini mukammal tarzda bashariyatga yetkazgan Muhammad sallallohu alayhi vasallamga hisobsiz salom va durudlarimiz yog'ilsin. Millat va din g'amida, millat onalarining ilm va irfoni tashvishida asrlarga ulanib o'tib bormoqda. Qur'oniy qissalar asosida sizlarga yetkazib kelayotganimiz mavzular to qiyomat o'z qadr va qimmatini yo'qotmaydigan xazinadir. Bugun ham ushbu xazinadan yana bir gavharni sizlarga taqdim etish umididamiz inshaalloh. Ilm darsining navbatdagi taqdimotini doimiy hamkorimiz, islom ilmlari mutaxassisi Olima Odinaxon Muhammad Sodiqdan tinglaymiz. Assalomu alaykum Odinaxon. Tinglovchilarimiz va opa-singillarimizga navbatdagi ma'rifiy saboq taqdimotida sizni xush ko'rdik. Bismillahirrohmanirrohim. Bizlarga saodat mayog'i etib Qur'oni Karimni nozil qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar aytamiz. Mana shu Qur'onni ummatlariga ta'limotini yetkazib ketgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salotu durudlar aytamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'tgan eng so'nggi suhbatlarimizda Muso alayhissalom qissasini batafsil tingladik. Bu qissadagi ayollar obrazi va ularga kelgan hukmlar asosida bugungi kun muammolariga qanday munosabatda bo'lish zarurligi ham o'rganildi. Xulosalar berildi va ibrat darslari tushuntirildi. Bugungi suhbatimizda yangi sahifa, ya'ni navbatdagi payg'ambar davri voqealari va ayollar mavzusini taqdim etsangiz kerak deb kutib turibmiz va o'ylaymanki, tinglovchilarimiz ham xuddi men kabi bugungi mavzuni intiqlik bilan kutishmoqda. Demak, barchamiz sizni tinglashga tayyormiz. Marhamat.
azizalarimiz, Qur'on sevar opa singillarimiz, sizlar bilan suhbatda davom etar ekanmiz. Bu gal yangi qahramon bilan tanishamiz. Bu qahramonni payg'ambarlardan Sulaymon alayhissalomga aloqalari bo'lgan. Shu paytgacha biz aytib o'tgan ayollarni payg'ambarlarga qarashli munosabatlari bor edi. Ba'zilari u zotlarni onalari, ba'zilari zavjilari, ba'zilari esa opa-singillari edi. Bu safargi qahramonimiz esa Sulaymon alayhissalomga yaqin aloqalari yo'q. Keling, qissani boshlaylikda u ayol kim ekanligini yaqindan o'rganaylik. Bu ayolning qissasini aytishimizdan oldin odatimizga ko'ra Sulaymon alayhissalom bilan qisqacha tanishib olamiz. Sulaymon alayhissalom Qur'onda zikri kelgan 25 payg'ambardan birlaridir. Davud alayhissalomning o'g'illari ota-bola payg'ambar bo'lishgan. Bu payg'ambarlarning boshqa payg'ambarlarga qaraganda ajrab turadigan jihatlari shuki, ikkovlari podshoh bo'lganlar. Aslida payg'ambar zotlar insonlarning eng oddiysi, eng kamtari, mol mulkdan eng kam nasiba egasi bo'lganlar chiqishar edi. Lekin mana shu holatga xilof Sulaymon alayhissalom va Davud alayhissalomlarga mol mulk, dunyoni podshohligi berildi. Buni ham o'ziga yarasha oyat belgilari bor. Bu mazammat qilinadigan podshohliklardan emas albatta, balki Alloh taoloni boshqa bir oyat belgilarini bildirish uchun berilgan podshohlikdir. Aytiladiki, dunyo barpo bo'lganidan beri, yaratilgandan beri shu vaqtga qadar ikki shaxsga butun dunyoni mulki berildi. Mashriq va mag'rib, u yoqdan bu yoqdan butun mulki ato qilindi. Mana shu shaxslarning birlari Sulaymon alayhissalom bo'lsalar, boshqalari Zulqarnayndirlar. Ikkovlarini ham zikrlari Qur'onda kelgan. Avval Davud alayhissalom, u haqlarida ham Qur'onda ko'p o'rinda zikrlari kelgan, ibodatga berilganliklari, hukm qilganlari, podshoh bo'lganlari. Mana shu Davud alayhissalomga o'g'il berildi. Bu zot esa Sulaymon alayhissalom va Sulaymon alayhissalomga shunaqangi davlat, mulk, podshohlik berildiki, ana shularning ichida hattoki jinlarga, hayvonlarga ham podshohlik qilishdi va ularni gapini tushunadigan bo'lishdi va juda ko'p xislatlar berildi. Barchasini Allohning roziligi uchun ishlatishdi. Davud alayhissalomning barcha ilmlar va mol mulkda, podshohlikda teng merosxo'ri, vorisi bo'lgan Sulaymon alayhissalom qissasi nihoyatda qiziqarli ekani bilan ham ajralib turadi. Chunki bu qissalar hayvonot olami, qushlar va tabiat hodisalari haqida ham juda keng ma'lumotlarga ega. Odinaxon, suhbatimiz qoidasiga ko'ra eng avval ushbu qissa voqealarining Qur'oniy xitobi, ya'ni oyatlarda kelgan talqini haqida gapirsangiz, Sulaymon alayhissalomning o'ziga xos mo'jizalari qaysi suralarda bayon etilgan? Biz bugungi qahramonlarimiz haqida kelgan ma'lumotlarni Naml surasida topishimiz mumkin. Estağfirullah. Ve laqad atayna Davud ve Sulaymana ilma ve qala alhamdulillahillazi faddalana ala kaseerin min ibadihil mu'minin. Batahqiq Davud va Sulaymonga ilm berdik. Ikkovlari bizni ko'pgina mo'min bandalaridan afzal qilgan, Allohga hamd bo'lsin dedilar. Bu bilan ular avvalo payg'ambarlikni nazarda tutmoqdalar, iymon ne'matini, islom ne'matini nazarda tutmoqdalar va shuningdek ularga berilgan imkoniyatlarni. Va varisa Sulaymanu Davud va qala ya ayyuhan nasu allimna mantiqat tayr va utina min kulli shay inna haza lahuval fadlul mubin. Sulaymon Davudga voris bo'ldi va ey odamlar, bizga qush tili o'rgatildi va har bir narsadan berildi. Bu albatta ochiq oydin fazildir dedi. Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomning o'g'illari bo'lib, u zotdan keyin ham podshohlikni, ham payg'ambarlikni o'zlariga oldilar. Va u kishiga juda ko'p fazilatlar, imkoniyatlar berilganida, ana shu imkoniyatlardan biri aytib o'tganimdek, hayvonlarning tilini, xususan qushlarning tilini, hasharotlarning tilini va boshqalarning tilini yaxshi anglar edilar va ularga ham podshoh edilar. Ularni qisqa vaqt ichida
uzoq masofaga yetkazib qo'yadigan bo'ysungan shamollar ham, ajoyibotlar, mo'jizalar bor edi. Va hushira li Sulaymana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Sulaymonga jin, ins va qushlardan bo'lgan askarlari to'planib tizilgan holda turdilar. Demak, bir vaqt bor ekanki, o'sha paytda butun hayvonot olami, qushlar, hasharotlar yig'ilib, u zotni amrlariga muntazir bo'lib turishlari kerak ekan. Ularni belgilangan vaqtlari bor ekan, belgilangan makonlari bor ekan. Ana shu vaqt kelganda bu makonda hammalari tizilib, tartib bilan turishlari kerak ekan. Sulaymon alayhissalom haqida gapirilganda chumoli voqeasi albatta tilga olinadi. Hatto butun boshli bir suraning naml, ya'ni chumoli deb nomlanishi ham bejiz emas. Bundan kelib chiqadiki, ayni ushbu kichik jonivor vositasida insoniyatga yetkazilishi maqsad qilingan juda katta ilm va ibrat mavjud. Juda mashhur bo'lib ketgan ushbu rivoyatning asl mohiyati, ibratli jihatlari haqida batafsilroq gapirib bersangiz. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Ular chumolilar vodiysiga kelganlarida bir chumoli: "Ey chumolilar, maskanlaringga kiringlar. Sulaymon va uning askarlari bilmasdan sizlarni ezib yubormasin", dedi. Ehtimol ular bir tomonga qarab yo'l olishayotgandi. Bu jang bo'lishi yoki boshqa bir mas'uliyat bo'lishi ham mumkin edi. Sulaymon alayhissalom ana shu askarlari, jinlardan, inslardan, hayvonlardan bo'lgan askarlari bilan yurish qilayotgan paytlarda birgina kichkina chumoli aytayotgan gapini eshitib qoldilar. Aytganimizdek, u zotga berilgan bu xususiyat edi. Haligi chumoli boshqa chumollarni ogohlantirib, tez maskanlaringizga, manzilingizga kirib, joningizni saqlang. Chunki askarlarning oyog'ini tagida qolib, halok bo'lib ketishingiz mumkin degan gapni aytdi. Fatabassama dahikan min qawliha va qala robbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay va ala walidayya va an a'mala salihan tardah va adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-solihin. Sulaymon uning so'zidan tabassum qildi va Robbim menga va ota-onamga bergan ne'matlaringga shukr etishimni va sen rozi bo'ladigan solih amallar qilishimni nasib qilgin va rahmating ila meni solih bandalaringga qo'shgin, dedi. Solihlarni, payg'ambarlarning ishi ana shunday bo'ladi. Chumolini gapini tushunib qolganlaridan keyin ba'zi insonlarga o'xshab, mana shuni men bilaman deb g'ururga ketmasdan, darrov Alloh taoloning fazlini, bergan ne'matini esga olib shukr keltirdilar. Ana shu dunyoga ega bo'lgan eng fazilatli shaxs sifatida e'tirof qilishlarining sababi ham shu. Alloh taolo butun dunyoni mulkini berib turgan paytda biror marta men podshohman, meni qo'limdan u keladi, bu keladi, men u qila olmayman, bu qila olmayman demadilar-da, balki bular hammasi Allohning fazli ekanligini darrov esga olib, unga munosib shukr keltirdilar. Ma'lumki, payg'ambarlar hayotidagi hech bir voqea va biror bir vosita o'zida ulug' bir hikmatni jamlamasdan va insoniyatga to qiyomat yetib turishi kerak bo'lgan chaqiriq va xitobni aks ettirmasdan qolmaydi. Sulaymon alayhissalom qissasidagi navbatdagi jonivor Hudhud obrazi ham juda mashhur. Hudhudning ushbu qissadagi o'rni va u orqali insoniyatga yetishi kerak bo'lgan ibrat nimalardan iborat edi? وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Lashkarlari yig'ilgandan keyin yura ketib yoki bir majlis boshlashdan oldin tekshirib chiqdilar hammasini va qushni ko'rmadilar. Va qushlarni tekshirdi-da dedi: "Nega Hudhudni ko'rmayotirman yoki u g'oyiblardan bo'ldimi?" Mana shu Hudhud deb tafsirida ham kelibdi. Ba'zilar bu Hudhudni sassiq popshak bo'lganini aytishadi. Demak, biz xulosa olamizki, qattiqqo'l, tartibli, ularni doim nizomga soluvchi qo'mondon boshliq bo'lganlar. Qarab turib birgina qush yo'qligini bilib qoldilar. Bu qush borasida ko'p bahs munozaralar bo'lgan. Qanaqa qush, nima vazifaligi, undan tashqari nimaga qidirganliklari. Qur'on esa bizga kifoya bo'ladigan ilmni bergan. La u'azzibannahu azaban shadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultonin mubin. Haligi qushni ko'rmagan paytlari hamma o'z o'rnida bo'lish kerak ekan, o'z vaqtida.
tayin turish kerak ekan. Yo men uni shiddatli azoblarman yoki so'yib yuboraman, yo u menga ochiq oydin hujjat keltiradi deb aytdilar. Mana shu o'rnida ko'rmaganlarida, vaqtida kelmaganini bilganlarida aytdilarki, juda ham qattiq azobga olaman dedilar yoki so'yib yuboraman dedilar. O'sha qattiq azob haqida ham ba'zi shaxslar turli ta'villarni qilishgan, kimdir patini yurib tashlash bo'lsa, kimdir oyog'ini sindirishni, kimdir hibs qilishni aytgan. Lekin bu asosiy e'tiborli narsalar emas, ehtimollar aytilgan. O'sha paytda shiddatli azob nima bo'lishini Alloh taolo o'zi bilgan. Xo'p, endi ixtiyor qo'ydilar. Agar hozir kelib joyiga turmaydigan bo'lsa, albatta men uni uqubatga solaman, azoblayman yoki yo'q bo'lib qolganining muqobilida shunga arzigulik menga bir hujjat, dalil, ma'lumot keltirib bersin. Uzrini munosib aytsin. Arzigulik uzr bilan yo'q bo'lib qolgan bo'lsagina men uni azobdan xoli qilishim, azobdan kechishim mumkin deb aytdilar. Famakaza g'ayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min sab'in bi naba'in yaqin. Ko'p o'tmay u kelib dedi: "Men sen bilmagan narsani bildim va senga sabadan ishonchli bir xabar olib keldim." Qush ham kech qoladigan bo'lsa, tayinli vaqtga kelmaydigan, belgilangan joyga kelmaydigan bo'lsa, azobga qolishini demak bilarkan. Bundan yana haligi xulosaga qaytamiz. Sulaymon alayhissalom juda tartibli, nizomli va qo'l ostidagilarni tekshirib turuvchi, har birini o'rniga qo'yuvchi qo'mondon bo'lgan ekanlar. Kech qolib ketadigan bo'lsa, azob kutib turishini bilgan qush darrov hozir bo'lgandan keyin gap boshladi va aytdiki, siz bilmagan ma'lumotni men keltirdim, o'shani men hozir sizlarga aytib beraman, falon joydan mana shu ma'lumotni keltiryapman dedi. Uning vazifasi ana shunday ma'lumotlarni yetkazish ekan, boshqa joylarni ham mulohaza qilish ekan, chunki yer yuzi hammasi o'sha paytda Sulaymon alayhissalomga tegishli bo'lgan. Sabab bu Yaman tarafdagi joyning nomi. Ana shu yerdan bu qush bir xabarni keltiribdi. Endi eshitaylikchi, u xabar nima ekan? Inni وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. Men bir ayolni ko'rib qoldim. U ularning malikasi ekan. Unga har narsadan berilgan ekan, hamda ulug' taxti bor ekan. Ana gap qayerda ekan? Biz hozir mana shu yerga kelganda qahramonimizga yaqinlashdik. Demak, Sulaymon alayhissalom payg'ambarlar, o'zlarining vazifalari bor, bir yurishda yurib turishibdi, askarlari bor, ichidan qush yo'qolib qolganda uni taftish qilyaptilar, qush bir xabarni yetkazyapti. Bu xabar ana shu bizni qahramonimiz haqida ekan. Saba tarafda bir malika bor emish, unga hamma narsa berilgan ekan. Demak, hamma narsa deganda dunyoning butun noz-ne'matlari va imkoniyatlari podshohlarga, malikalarga nima afzal narsa berilishi mumkin bo'lsa, hammasi berilgan ekan. Shuningdek, uni taxti bor ekan. Taxt borligini alohida ta'kidlab aytayapti. Bu taxt to'g'risida ham ko'p gaplarni aytishgan. Ana shu malikaga berilgan taxt juda ham katta taxt ekanligini aytib, quyosh chiqayotgan tomonda bir tomondan ko'rilishi, quyosh botayotgan tomonda boshqa bir tarafdan ko'rilishi aytilgan. Endi xo'p, shu malikani bilibsan, u ayol kishi ekan, unga ko'p narsalar berilgan ekan. Xo'p, buni xabarini yetkazding. Xabardan maqsad nima desa, keyingi oyatlarda uni bilib olamiz. Endi mana shu yerda bu malika kim deyilsa, mana bizning qahramonimiz mana shu malika ekan. Bu Sulaymon alayhissalomga bir tug'ishganlik yoki qarobat yoki er-xotinlik munosabati yo'q, begona ayol, lekin qissada birga ikkovlarini hikoyalari keladi. Mana shu yerda biz biroz to'xtaymizda, keyingi suhbatlarda yana umumiy natijalarni, xulosalarni, olishimiz kerak bo'lgan ibratlarni zikr qilib o'tamiz. Va sallallohu ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Umid qilamizki, ushbu qissalardan olinajak ibrat va ilm darslari barchamiz uchun manfaatli va ayni maqsadimiz sari yo'naladi va navbatdagi suhbatimizda jarayonlar yanada qizg'in tus oladi. Odinaxon, bugungi yana bir go'zal suhbat uchun sizga tashakkur. Salomat bo'ling. Sulaymon alayhissalom qissasi mo'jizalarga nihoyatda boyligi bilan o'ziga xosdir. Chunki odamzod tilidan tashqari bo'lgan olam vakillarining tilini tushunish va ular bilan muloqotlar olib borilishi bugungi kun uchun faqat afsona va yoki ertak bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo iymon egalari Qur'oni Karimning hech bir harfiga ixtilof qilmaydilar va biz barcha payg'ambarlar hayotidagi mo'jizalarga iymon keltirganimiz kabi Sulaymon alayhissalomga berilgan ushbu mo'jizalarga ham iymon keltiramiz. Inshaalloh musulmon ekanimizning belgisidir bu.
Sulaymon alayhissalom hali yosh bo'lishlariga qaramay, Alloh taolo bergan fazl va hikmat ila otalarining tiriklik chog'idayoq ko'zga ko'rinib, adolatli hukmlari bilan tanilib qolgan edilar. Rivoyat qilishlaricha, o'z davrining payg'ambari va podshohi bo'lmish Dovud alayhissalomning huzurlariga ikki kishi oralarida hukm chiqarilishini so'rab kelishdi. Ulardan biri ekinzor sohibi, ikkinchisi esa qo'ylar suruvining egasi edi. Dovud alayhissalom qo'ylarning kechasi tarqalib, ekinzorni payhon qilgani, yeb bitirgani haqidagi ikki tomonning gapini eshitib bo'lgach, qo'ylarni ekinzor egasiga olib berilishi kerakligi haqida hukm chiqardilar. Payhon qilingan va yo'q bo'lgan ekinlar o'rniga qo'ylarning olib berilishi bir qarashda adolatli qaror edi. Ushbu hukm chiqarilgach, qo'ylarning egasi uyiga qaytayotib yo'lda Sulaymon alayhissalomni uchratib qoldi va bo'lgan voqeani u zotga aytib berdi. Shunda Sulaymon alayhissalom otalari Dovud alayhissalomning huzurlariga kelib, "Ey Allohning nabiysi, hukmsiz chiqargan hukmdek bo'lmasligi kerak edi" dedilar. Dovud alayhissalom qanday bo'lishi kerak edi deb so'radilar. Sulaymon alayhissalom qo'ylarni ekinzorning egasiga bering, u foydalanib tursin. Ekinzorni esa qo'ylarning egasiga bering, uni tuzatib asl holiga keltirsin. So'ngra har kim o'z narsasini qaytarib oladi dedilar. Shunda Dovud alayhissalom hukm sen chiqargan hukmdir deb rozilik berdilar. Qadrli muxlislar, siz Ma'rifat chiroqlari eshittirishida Odinaxon Muhammad Sodiq bilan Sulaymon alayhissalom qissasi haqidagi suhbatimizning birinchi qismini tingladingiz. Eshittirishni jurnalist Umida G'afforova tayyorladi va olib bordi. Rejissyor Erkin Irismatov. Navbatdagi diydor qadar siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.